Siz qaysi mobil operatorini ishlatasiz? Ucell ishlatasizmi yoki Beeline'mi? Balki Mobius ishlatarsiz. Lekin hammasidan ham 2 barobar arzon oq deb nomlanuvchi mobil operatorini eshitganmisiz? Hozir men sizlarga buni ulashni o'rgataman. Kompaniyaga ham borish keragi yo'q. Sizlar bilan Mirfayoz, like bilan podpisatsiyani bosib qo'yasizlar. Ketdi. Birinchi navbatda App Store yoki Play Marketdan oq degan programmani skachatib olamiz. Bunga kiramiz. Agar sizda eSIM поддерживать qilsa buni tanlaysizlar. Agar sizlarda eSIM bo'lmasa, SIM kartalikni tanlaysizlar. iPhone eSIM поддерживать qiladi. O'shaning uchun mana shuni tanlaymiz va bizda mana tekinga nomerlar berilgan bu yoqda 001, 002 va 003 dan boshlanadigan nomerlar. Xohlasanglar 100 minglik nomerlarni ko'rishingiz mumkin, 500 ming va hokazo 10 millionlik nomerlar ham bor. Bizga tekini qiziq va biz o'zimizga yoqqan nomerni tanlaymiz. Masalan, shuni подключить nomerni bosamiz. Bu yoqda mana tarifni tanlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizga daqiqa kerak emas, chunki o'zimizning nomerimiz bor. Daqiqalik bizga masalan internet kerak. Mana 10 gigabaytlikni tanlasak 40 ming so'm, lekin yarim narxida olasizlar. Mana 20 ming so'mga продолжить bosamiz, подтвердить bosamiz va bu yerda mana пользовательский соглашение bilan publichniy ofertani o'qidim deb tanlaysizlar. Bu yerda ham птичкani bosib qo'yamiz. Продолжить bosamiz. Endi qaranglar, My ID lar bo'lsa, o'sha orqali registratsiya qilishingiz mumkin yoki ruchnoy verifikatsiyani tanlaysiz. Bu yerda pasport yoki ID raqam bo'lsa, hammasini rasmga olib, siz ham selfilarga tushib, jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Bo'ldi. Sizlarga eSIM ulanadi, yangi nomer qo'shiladi yana. Mana SIM kartani ulab olishni ham o'rganib oldinglar. Bu foydali videoni ko'proq odam bilishi uchun hammaga jo'natib qo'yinglar.